Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videoni ko'rishdan oldin kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Qonunchilikdagi yangiliklar. Farmatsevtika tarmog'ida ishlab chiqarish rag'batlantiriladi. Farmatsevtika tarmog'ida ishlab chiqarishni rag'batlantirish va ilmiy tadqiqot jarayonlarini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi Prezident farmoni qabul qilindi. Farmonga ko'ra, 2026-yilda farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirishning asosiy maqsadlari etib quyidagilar belgilandi. Jumladan, ishlab chiqarish hajmini 8,5 trillion so'mga yetkazish, qiymati 1 milliard AQSh dollari bo'lgan istiqbolli investitsiya loyihalarini shakllantirish, 800 million AQSh dollarlik yangi investitsiya loyihalarini boshlash. Farmonga ko'ra, original dori vositalarining patent muddati tugagandan so'ng 1 yil ichida ushbu dorilarning ishlab chiqaruvchilarga texnologiyalar transferi xarajatlarining 50%, biroq 50 ming AQSh dollaridan ko'p bo'lmagan qismi yoki mahsulotni yaratishdagi ilmiy tadqiqot xarajatlarining 50%, biroq 100 ming AQSh dollaridan ko'p bo'lmagan qismi qoplab beriladi. 2027-yil 1-yanvardan zarur ishlab chiqarish amaliyoti GMP milliy sertifikatga ega bo'lgan korxonalarga ularning ishlab chiqarish liniyalarida sertifikat amal qilish muddatida biologik faol qo'shimchalarni ishlab chiqarishga ruxsat beriladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: huquqiy axborot.